Bismillahirrahmanirrahim. Chorva va YouTube ishqibozlari mana 2026-yil 20-aprel. Muborak dushanba kunida turibmiz. Like bosish, подписчик qilish esdan chiqmasin. Ko'p joylarga tarqashlik uchun. Mana shu buqalarimizni oldik. Baliqchi tumani Olimbek qishlog'idan 71 ming so'mdan oldik. Mana Xudo berib bo'zayligida olishgan ekan bularni. 6 dona. Sut emdiligida sut berib boqibdi mana. 2 yil davomida shu yoshga ketibdi mana. 2 kurakdan bo'libdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 71 ming so'mdan berdi shular. 6 dona bular. 2026-yil 20-aprel. Like bosish esdan chiqmasin. Xudo baraka bersin. Barakotli qilsin. Shuncha mehnat qilishibdi mana. Yashir bo'lmabdi. Go'zal holatda qilib boqishibdi mana. Xudo barakotli qilsin. Ularni Xudo xolasa taroziga tortamiz. Tarozini kutib turibmiz. Xudo xolasa tarozi jarayonlarini ham Xudo xolasa olib beramiz. Ukamiz baraka qilib oldi. Olishlik, sotishlik jarayonlari bo'lsa, buqam bor edi, sotaman yoki buqa olishim kerak degan bir takliflar bo'lsa, ukamiz mana xizmatda murojaat qilaveradi. Xudo xolasa imkon qadar iloji boricha naqd pulga oladi. Bozordan chiqib ketmagan holatda. Murojaat uchun telefon nomerlarini aytib o'tsangiz, hozir Baliqchi tumani Olimbek qishlog'ida turibmiz. Shu xonadondan shu 6 dona buqani kecha olganmiz. Bugun 20-aprel 2026-yil 20-aprel dushanba kunida turibmiz. Inshaalloh shu buqalarni tortamiz. Taroziga qarab turibmiz. Tortish jarayonlarini ham aytamiz. Endi murojaat uchun nomer so'rashadi-da. Nomerlarni aytib o'tsangiz. 93lik 043 043 1011 murojaat qilishaveradi. 1011. Bozorda oldi narxlariga inshaalloh nasib bo'lsa olamiz. Xudo xolasa. Ya'ni norozi qilmagan holatda rozi qilib Xudo xolasa olinadi. 93lik 043 1011. Mana buqalarni bo'yinlari, bellari mana tuxum turadigan holatda bo'lib ketibdi. Mana mana YouTube chorva ishqibozlari mana. Like bosib, подписчик qilishlar esdan chiqmasin. Videolarimiz keng tarqalishligi uchun. Go'zal holatda buqalar. Rahmat mana. 10.500.000 so'mdan olgan ekan shu buqalar. 10.500.000 so'mdan sut emdi holatida olgan ekan mana. Akalar. Mana shu darajaga yetkazib mana 71 ming so'mdan berdi taroziga. Xudo xolasa och qoringa tortamiz. Mana buqalarimiz holat. Toza sementallar. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar, sotishlik kerak bo'lsa, olishlik kerak bo'lsa. Mana behijolat. Qonni yaxshi ochibdi.
Mana. Mana buqalarimiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Layklarni bosaveramiz. Kuzatib boraveramiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin.